الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Kim bir musulmonning dunyo g'amlaridan bir g'amini yengillashtirsa, Alloh taolo uning qiyomat kunidagi g'amlardan bir g'amini yengillashtiradi. Banda birodariga yordam berib turgan ekan, Alloh ham unga yordam beradi. Allohning fazli bilan bugun seshanba kuni biz hali ham G'azodagi ko'chirilgan, musibatga uchragan va zarar ko'rgan oilalar uchun chodirlar qurishni davom ettirmoqdamiz. Avvalo, bu yaxshilikni nasib qilgan Alloh subhanahu va taologa shukr aytamiz. So'ngra mag'lub va og'ir ahvoldagi bu xalqdagi birodarlarga yordam qo'lini cho'zgan saxovatli birodarlarimizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Alloh ularga eng go'zal mukofotlarni bersin. Mollari va oilalariga baraka ato qilsin. Hammangizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Amin. في الكسب الغنى قد فاض الرزق بساحته وازداد فلاح. نشكر شباب الأوزبك على الخيم وبارك الله فيك. القلب يسبحوه وبتحميد يجلو الهم رزق للقلب يطيبه يهب الرحمن له سلما. الخير بفضلك قد عما والنور بأمرك قد تما ربي الوهاب إذا أعطى تلقى الخيرات أتت جما. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأخوة الشباب الأوزواك بالنسبة لدعمنا للخيمة في الوضع الذي نمر فيه بقطاع غزة تحت معاناة الشتاء والبرد القارس والآن الصيف. الحم علينا نشكرهم على دعمهم بالخيمة.